Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 2025-yilning 14-aprel sanasi. Biz hozir 373 xalqaro ahamiyatga ega yo'lning Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Chinobod qishlog'idan o'tgan hududda turibmiz. Men sizlarga ko'rsatib o'taman, mana bu bino Musavvar tekstil. Shuni yo'l parasiga to'g'ri keladi bu joy. Mana bu joyda Dang'ara tuman hokimi Sho'rajon Tojik Hakimovning tashabbuslari bilan mana shu yerda yashil hudud barpo etildi. 9000 kvadrat metrdan iborat bu joy, 9000 kvadrat metrdan iborat. Mana bu joyga, bu joylarda mishmishlarga qaraganda mana shu joygacha, mana shu joy 9000 kvadrat metr joy sotildi degan mishmishlar eshitdik. Buni biz qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri Sho'rajon Tojik Hakimovdan so'ragan edik. Hech qanaqa sotilgani yo'q bu joylar. Bu hammasi mishmish dedilar. Buni tayidan magistral gaz quvuri o'tgan deyishdi. Balki qurilish qilish mumkin emas deyishdi. Va shundan keyin mana shu yerda yashil hudud barpo qilishdilar. Bu yerga 700 ta, bu taxminan 700 ta manzara daraxtlar ekildi. Mana shu yerda ko'rib turishlaringiz mumkin, ko'rishlaringiz mana shu narsa. Bu qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bu bilmaymiz. Mishmishlarni ham bilmaymiz, lekin bu mishmishlarni bartaraf qilish maqsadida hokimimiz shu joyda barpo qildilar. Gaplarni tasdiqlash uchun bu joy hech qanaqa sotilgan yo'q deyishgan. Mayli, buni kuzatib boramiz. Buni kelajak ko'rsatadi. Sotilganmi, sotilmaganmi? Buni kelajak ko'rsatadi. Mana bundan bu yog'i, mana shu bu yog'i, mana bu yog'ini hokimimiz aytganlaridek bu tarafini yaqin kunlarda auksion orqali 2 qavatli binolar, savdo do'konlar qurish uchun sotilar ekan. Hurmatli tadbirkorlar, agar sizlarga joy kerak bo'lsa, mana shu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun joylar kerak bo'lsa, mana shu yerlarda auksion orqali kuzatib borsalar, mana shu joylar yaqin kunlarda sotuvga qo'yiladi. Mana bu tarafi o'sha 9000 kvadrat metr joy, yashil makon barpo qilingan. Buni kuzatib boramiz, kuzatuvchilar. Qanchalik bu sotildi, sotilmagan mishmishlarni hokimimiz aytganlari bo'yicha hech qanaqa sotilgan yo'q deyishgan. Bu mishmishlar qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri, buni vaqt ko'rsatadi va biz buni kuzatib borishda davom etamiz. Kommentariy yozadiganlar, iltimos so'kinmasdan, birovni haqorat qilmasdan o'z fikrlarini qoldirishlarini so'rardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.